Boy aka, toqqa eng uchiga chiqishga Nivada qiynalib ketmadingizmi? Siz uchun bor-ku haqiqiy off-road topib kelib qo'ydim. 4x4 Nissan X-Trail. X-Trailni bilasiz-ku, juda ham yumshoq jiplardan bo'ladi. Yana bor-ku panorama lyukli. Qarang panoramasini kattaligini, ichkariga, tashqariga, xullas hamma tarafga ochib tashar ekan. Boy aka, sizni urovingizga bor-ku faqat shunaqa mashinalar yarashadi, bilasizmi? Nivani endi tashlang endi. Mana shu mashinani oling, off-road. Yana sidinasida bor-ku, abduf, abagref hammasi bor. Klimat kontrol deysizmi, monitor deysizmi? Mana antiradorlargacha uстановka qilib qo'yishdi. Mana sidinalari bor, elektroprovod, qarang, elektronli. Chexolni shunday olib tashsangiz, kojani chexollari mana chiqib kelar ekan ichidan. Mashinaning holati bor-ku, haqiqatdan menga yoqdi. Ideal ekan boy aka. Aynan sizga tavsiya qildim. Mana bunaqa ko'rasam, pastakanlarni qarang buni. Mana bundoq olasiz, qarang. Mana. Mana solib qo'yar ekansiz. Nima deyapti endi bu? Mani bosib olgan deyapti-yu boy akam. Tog'li joylarga chiqasiz, o'rmonli, qop-qora joylarga. Dalnini olib berishga qarang, gabaritkalarni. Nima deyapti? Keling, orqasiga o'taylik. Keling. Mana orqasi farani qarang, stop qarang, kattaligini. Lekin bor haqiqiy off-roadga qiziqadiganlarga arzimagan narxga qo'yib beraman. Akam buni puliga bor-ku, Cobalt'ni ham yangisini bermaydi, ishoning. Srochniy padalitsiya tugmasini bosib bor-ku, boy yana o'rtoqlaringiz bor, o'ziga o'xshagan. Shularga padalitsiya qilib tashab qo'ying. Niva olaman, Uvaz olaman, tog'larga chiqaman, ovulga qiziqaman deb yuribdi-yu. Bu mashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan, yurgan probegi 387 ming. Benzinda harakatlanadi. Benzin qancha edi deysizmi? 10 ta 12 ta benzin yerkan. Mashinani holatini qarang, ideal turibdimi? Mashinamizda yo'q-yo'qda kraskasi bor ekan, bemalol o'zingiz uchun kelib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Siz uchun 11.100 dollarga qo'yib berdim. Qoyil qoldingizmi? Bosib olmasangiz bo'lmaydi.